naqadar katta kuchga egaligini bilganingizda har kuni takrorlab yurardingiz. 5 ta foydasini keltiraman. Birinchisi, agar mushkulingiz bo'lsa, muammoga tushib qolgan bo'lsangiz, bu kalima sizga kerak. Ikkinchisi, qarzingiz bo'lsa, qarzlaringizdan qutulishingizga bu kalimalar kerak. Uchinchisi, dardingiz bo'lsa, kasal bo'lsangiz, yuzlab kasallarga bu kalima shifo hisoblanadi. To'rtinchisi, o'zingiz, oilangiz, farzandlaringizga zarar yetkazadigan sehr jodular bo'ladimi yoki jinlar bo'ladimi? Agar bu kalimalarni aytsangiz, hammasini kuydirib yuboradi. Va beshinchisi, gunohlar kechirilishiga va Allohning oldida maqomingiz ko'tarilishiga sabab bo'ladigan kalima hisoblanadi. Bunga tarixiy bir voqeani dalil sifatida keltiraman. Sahobiy Malik ibn Ashja'i o'g'illari Avf dushmanlar qo'liga asirga tushib qoladi. Bu xabarni payg'ambar alayhisolamga